litsenziyalangan firmadan Umra safariga borish uchun niyat qilib turgan obunachilarimiz uchun xudo xolasa sizlar uchun bu video chiqdi. Videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa litsenziyalangan firmadan eng arzon va zo'r sharoitlar bilan xudo xolasa sizlarga narxlarni tanishtirib berishga harakat qilamiz. Abdug'ofur akani oldiga kelganmiz. Xudo xolasa Hikmat Travel ko'pchilik biladi. Videoni oxirigacha ko'rib, bittadan layklarni bosib, kanalimizga yangi bo'lsalar obuna bo'lib qo'ysanlar, xudo xolasa sizlarga birinchilardan bo'lib Umra narxlari xudo xolasa zo'r chegirmalarda chiqib turadi. Abdug'ofur aka, assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Xudo xolasa mana obunachilarimiz ko'rishyapti aka. Chegirmali narxlarda dedim, litsenziyalangan firma Hikmat Travel orqali dedim aka, birinchi bo'lib litsenziyani tushuntirib berasiz aka obunachilarimiz uchun. Hikmat Travel deb yozsalar Google'ga chiqarib beradi. Litsenziyani chiqarib beradi. Litsenziyani chiqarib beradi. O'shaning uchun mana masalan hozir hamma shubhalanib, nima bo'layotganligi uchun hamma yo'lda nomma-nom kilometrlarni hammasini tushuntirib beramiz. To'g'ri. Videoda oxirigacha ko'ringlar, xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Zo'r. Madina Munavvarada 100 yoki 200 metr gastitsamiz uzoqligi. Divan Al Hijra gastitsamiz bittasining nomi, ikkinchisining nomi Meroj Toyiba. Xudo xolasa. Makka Mukarramada 800 metr gastitsamiz uzoqligi. Gastitsamiz nomi Sama Al Misk, ikkinchisining nomi Rayon Jivon. Ikkalasidan bittasiga tushadi. Ikkosidan bittasiga tushadi. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvarada 5 dan ortiq, Makka Mukarramada 10 dan ortiq ziyoratlar va Qizil dengiz sayohati ham buni o'z ichiga oladi. Zo'r. Endi ko'pchilikning savoli 50 boshi masalasi. 50 boshi masalasi, xudo xolasa iloji boricha aeroportdan 50 boshimiz billa borib, billa kelishadi. Yonida bo'ladi xudo xolasa. Bundan tashqari firma tomonidan kamzil, bejik, so'mka va vizalarni chiqarib beramiz. Xudo xolasa. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi ham bonus sifatida qo'shib beriladi. Gap yo'q. Endi narxlari, chislovlarini bitta to'liq tushuntirib berasiz. To'liq tushuntirib beramiz. Toshkent Jidda yo'nalishimiz bo'yicha primoy reysimiz iyun oyiga 28, 29, 30-iyun kunlar reyslarimiz bor. Buni narxini $995 qilib beramiz. Toshkent Jidda. Va Farg'onadan, viloyatdan ketmoqchi bo'lganlar uchun Farg'ona Jidda primoy reysimiz bor. 30-iyun kuni. Buni narxini $1025 qilib beramiz, xudo xolasa. Iyun oyi ham o'zi oxirlab qoldi, xudo xolasa. Endi iyun oyiga bormoqchi bo'lganlar uchun Toshkent Jidda primoy reysimizni chislovlarni aytib o'tamiz. Xo'p, Toshkent Jiddaniki 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 va 30-iyun kunlari Toshkent Jidda primoy reysimiz bor. Buni ham narxini $995 qilib beramiz. Endi Farg'ona Jidda yo'nalishimizni iyun oyiga reyslarimiz kunlari 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31-iyun kunlari $1035 qilib beramiz, xudo xolasa. Endi bu to'lovlar masalasi bo'yicha qiziqqanlar uchun xohlasa ofisimizga kelib to'lov qilishsin, xohlasa onlayn to'lov qilib joylarni bron qilishlari mumkin. Zo'r. Ishonch tomonlama mana aytilyapti. Bemalol ofisga kelib, xudo xolasa to'lov qilsalaring, chekini hamma narsasini berishadi. Yo'q, men bora olmayman deydigan bo'lsalaring, xo'p, telefon qilasizlar, hisob raqamlar beriladi, shunga to'lov qilib, xudo xolasa joylarini bron qilib qo'ysalaring bo'ladi. Musofirda yurganlar uchun WhatsApp, Telegram hamma narsamiz bor. WhatsApp bor. Qo'shni davlatlardan ham aloqaga chiqsa bo'ladi. Masalan, Tojikiston, Qirg'iziston bemalol jo'nataveramiz, xudo xolasa. Xohlasa vodiydan ketishadi, xohlasa Toshkentdan ketishadi. Zo'r. Endi bundan tashqari ofislari qayerda bor deydiganlar uchun ofis manzillarini aytib o'tmoqmiz. Ofislarimiz respublikaning 3 ta viloyatida bor. Andijonda bor, Toshkentda bor va Farg'onada bor. Ofislarga kelib bemalol to'lovlarni qilib, kvitansiyalarni olib ketishsa bo'laveradi. Bizga uzoq deydiganlar uchun o'sha aytganimizdek, onlayn pasportlarni tashlashadi, joylarni bron qilamiz, aeroportga borib uchib ketishaveradi, xudo xolasa. Gap yo'q. Mana videoni oxirigacha ko'rib turganlar shu joyiga bitta endi zo'r chegirma qilib bering aka, xudo xolasa obunachilarimiz uchun. Bo'ldi uka. Xo'p, mana shu aytayotgan summamizdan ham $10 o'tib beramiz. Kimga siz 3 tadan ortiq ketadiganlar uchun, bitta oiladan 3 kishidan ortiq ketadiganlar uchun yana $10 dan chegirma qilib beramiz. Shu aytgan narximizdan. Bitta oiladan yoki qarindoshlardan bo'ladigan bo'lsa, 3 kishimi, 5 kishimi, 10 kishimi, 15 kishimi bemalol aloqaga chiqaveringlar. Bundan ham $10 skidka qilib beramiz, xudo xolasa. $10 dan skidka qilib beradi. O'sha joylarga borganlaringda xudo xolasa o'sha pullarni yaxshiligiga ishlatasizlar. Inshaalloh. Biz ham duo qilib esingizdan chiqmasin. Xudo xolasa duo qilib qo'yasizlar. Pastda Abdug'ofur aka nomerini qo'yib qo'yapmiz.
telefon qilaverasizlar, xudo xolasa erinmasdan sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qildik. Agar yana to'liqroq olaman deydigan bo'lsalar ham o'sha nomerlarimiz, xudo xolasa telefon qilsalaring sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilishadi. Aka, rahmat vaqtingizni ajratganingiz uchun, xudo xolasa. Rahmat sizga. Aka, obunachilar telefon qilishadi, chiroyli narxlarda xudo xolasa qilib berasiz. Qilib beramiz, xudo xolasa. Mana shu joyda bitta taklif kelib qoldi. Mana Hikmat Travel'dan borganlar, kommentariyaga yozishdi. Sharoiti qanaqa bo'lgan, mana biz ularni tanimaymiz. Yozishsa, xudo xolasa, boshqa odamlar ham boradiganlar bo'lsa, bemalol ochiq oydin bo'ladi. To'g'risi, undan oldin video qo'ydik, Hikmat Travel zo'r deb kommentariyalar yozishdi. O'zim ko'rib xursand bo'lib ketdim o'sha kommentariyalarni. Xudo xolasa, aloqaga chiqaringlar, chiroyli narxlarda qilib berishasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.